Assalomu alaykum. Bugun biz migren haqida gaplashamiz. Ya'ni bu bosh og'rig'ini juda ham kuchli turi. Boshqa bosh og'rig'i bilan nima farqi borligini men hozir sizlar bilan o'rtoqlashaman. Migreni bor insonlar bu videoni ko'rish tavsiya etiladi. Bu aptekerlarga ham tegishli. Migren bilan keladigan bo'lsa, nima berishni hozir men sizlarga aytib o'taman. Xo'p, migren bu juda ham og'riqni kuchi bilan ta'riflanadigan bosh og'rig'i. Buni shunaqa kuchli og'riq bo'ladi-yu, bemor emaklab qoladi ham, ya'ni luqqilovchi og'riq bo'ladi, boshini qattiq ushlaydi. Boshqa og'riqda umuman og'riq, bosh og'rig'ini aytadigan bo'lsak, bosh og'rig'i bosh miyani hamma qismi bir og'rishdan shikoyat qiladi. Migrenda esa bosh yarim sharini bir tomonini aytish mumkin yoki ma'lum bir boshni chakka yoki ensa qismim og'riyapti deb ham aytish mumkin. Boshqa og'riq tiplarida boshni umumiy og'rig'ini aytadi. Ham boshqa og'riqlar xarakterlanishi og'riqning davomiyligiga bog'liq. Boshqa zo'riqish sindromi bilan bosh og'rig'i, klasterli bosh og'riqlarida og'riq davomiyligi yarim soatgacha bo'lishi mumkin. Migrenda esa 4 soatdan 72 soatgacha cho'ziladi va juda ham kuchli og'riq bo'ladi. Migrenda yana boshqa og'riqlardan xarakterli tomoni fotofobiya, ya'ni yorug'likda, kuchli yorug'likda bemorni o'sha migreni yana ham qo'zg'aydi. Fonofobiya, ya'ni kuchli tovushlar, shovqinlar ta'sirida ham u odam o'zi migreni bor odam o'tira olmaydi, chunki migreni tezroq qo'zg'alib, yana o'sha migren xuruji davom etishi mumkin. Xo'p, endi o'shanday kasallarga oddiy analgetiklar juda ham ko'p hozir aptekalarda, diklofenak, paracetamol saqlovchi dorilar, Bolnol, Kupen, Fanigan yoki shunga o'xshash dorilar berilsa ham boshqa og'riqlar, bosh og'riqlari yo'qoladi. Lekin migrenda esa NPVSlar, o'sha paracetamol, diklofenak saqlovchi xohlagan dori vositalarini bersangiz ham migren xuruji o'tib ketmaydi. Xo'p, unda nima qilishimiz kerak? Bizga triptan gruppasi yordam beradi. Ya'ni Zolmigren degan preparatimiz bor. Bu tabletka ko'rinishda ham, sprey ko'rinishda ham chiqadi. 2,5 mg tabletka saqlaydi bitta tabletkada. Buni plyusovoy tomoni nimada? Og'riq bo'lib turganda kattaroq tabletkani yutish ham malol keladi. Zolmigren esa kichkina tabletka bo'ladi. Bemalol suvsiz ham yutsa bo'ladi. Ya'ni suv yo'q joyda ham. Ikkinchi tomonda agar sizga og'riqni tezroq 3-4 daqiqada bostirish kerak bo'lsa, uni sprey variantini burun bo'shlig'iga bitta sepganimizda 2,5 mg doza chiqib keladi va og'riq tezroq nisbatan tabletkaga qaraganda nisbatan tezroq so'nadi. Yo'q, agar kimdadir burun bo'shlig'ida yondosh kasalliklar, rinit, vazomotor rinit, allergichniy rinitlar bo'ladigan bo'lsa, tabletka variantini tavsiya etaman. Tabletka variantida juda ham yaxshi bu ham. Nima deydi? Tezroq og'riqni qoldirishni istaganlar. Mana bu analgetiklar bermaysizda, har qanday analgetik 3 ta 4 ta analgetik yoki 5 ta analgetik ichsa ham migren xuruji bosilmaydi. Triptan gruppasidan, imенно Zolmatriptan, Zolmigren esa bitta tabletka bilan muammoni hal qilish mumkin. Bu videoni migrendan qiynalib yurgan tanishlaringizga, do'stlaringizga yuborib qo'ying va mening kanalimga a'zo bo'ling.